Bir millatning lug'ati boshqa millatning lug'atlaridan o'ziga ijaraga so'zlarni qabul qilishi mumkin. Bizning tilimiz shunga misol. Juda ko'p so'zlarni boshqa tillardan olganmiz. Mu bilan boshlangan so'zlarni 90%ni tashqaridan olganmiz. Mushuk o'zbekcha. Bitta. Yana nima bor? Musicha o'zbekcha. Musuq o'zbekcha emas. Musiqa bu arabcha. Muhammad arabcha. Muhabbat arabcha. Munisa arabcha. Mu bilan boshlangan 90% boshqa tildan kelgan. Mustafa arabcha. Mustaqillik arabcha. Mukammal, kammala yukammilu mukammalu arabcha. Murakkab, rakkaba yurakkibu murakkabun arabcha. Mulk arabcha. Mol arabcha. Murabba arabcha. Musafir, safara yusafiru musafir arabcha. Maqtanchoq o'zbekcha. Maktab arabcha, murabbiy arabcha, mutolaa arabcha. Ko'ryapsizmi, mu bilan boshlangan. Lekin hammasini nima qanaqa tilda ishlatamiz? O'zimizning tilimizda ishlatamiz. Bu bizni tilimizni, ya'ni xususiyati boshqa tildan olib o'zimizga moslagan.